Assalomu alaykum aziz hamkorlarimiz va bizani ijtimoiy tarmoqlarda qo'llab-quvvatlovchi va doimiy kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Avvalo barchamizga Ramazon oyi muborak bo'lsin va mana shu oy munosabati bilan Klimadens jamoasida kichkinagina bir yangilik qilyapmiz va endi sizlarni mana shu jarayonlar bilan tanishtiramiz. O'rtoqlar, sovg'alarimizni tayyorlab oldik. Endi hamkorlarimizga birin-ketin ulashishni boshlaymiz. Peki. Geldi. Voy voy voy. Bu dunyoda jamlading, bu dunyoda ham jamlang. To'g'ri yo'lingdan adashtirmagan Ramazonni yorug' yuz bilan borishing nasib etsin. Ramazon yaqinlashgani uchun tabriklab yurdik hamkorlarimizni. Alloh muborak qilsin. Rahmat. Hamkorligimiz yana ham kengaysin, aka. Ramazonga avvalo kirayotgan Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin. Amin. Va mana shu Ramazon oyi munosabati bilan umumiy Klimadens jamoasi nomidan sovg'amiz bor edi. Shuni qabul qilasiz. Rahmat kattakon aka. Avvalo hamkorlik qilganingiz uchun biz bilan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va bu hamkorligimiz doimiy bo'lishini tilab qolamiz. Inshaalloh. Assalomu alaykum. Klimadens obunachilari, hammamizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Klimadens tomonidan bizga kichkina hadya qilindi. Narsa rahmat aytib qolaman, Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolisa hamkorligimiz davom etsin. Rahmat, salomat Rahmat aka. bo'ling.